Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xorazm Invest Holding mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan Urganch City'da 5 qavatdan iborat bo'lgan, demak 3 ta obyektimiz. Obyektimizda qurilish ishlari yakunlanib qoldi. Demak, ko'pchilik subsidiya ajratilgan fuqarolarning ushbu obyektlarga shartnoma qildilar. Xudo xolasa qurilish ishlari 100% yakunlandi. Ayrim ishlari qoldi. Xudo xolasa shularni ham bitib, tez kunlarda ushbu obyektlarimizda xonadon olgan mijozlarimizga joylarini notarial tartibda rasmiylashtirib beramiz. Demak, qaysi etajlarda xonadon qoldi degan savol bo'lib turibdi. Demak, ushbu obyektimizda, seriya obyektimizda 5-etajında 3 xonali xonadonlar qoldi. Ushbu obyektimizda esa 2-etajda bir dona 3 xonali var, keyin bir dona 5-etajda 3 xonali kvartira. Demak, keyingi oranjoviy domimizda esa 4 hamda 5-etajda 3 xonali xonadonlar, faqat 3 xonali xonadonlarimiz qoldi. Agar kimga qiziq bo'lsa, subsidiya xabarnomasi ajralib turgan bo'lsa, xudo xolasa bemalol xonadonlarni baraka etishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot bo'yicha pastda qoldirilgan nomerlarga murojaat etib, hamma ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Subsidiya xonadon qidirib yurgan fuqarolarimizni hammani taklif etamiz. Ushbu xonadonlar faqat 3 xonali xonadonlarimiz qoldi. Bizani kuzatib borishda davom eting. Xudo xolasa toza proyektlarni yana qo'yib boramiz.